İbn Huzayma İslam ümmetiga tavhid va fiqh, tafsir, hadis qatorliq fanlarda 140 dan ortiq kitobni yozib qoldirgandir. Shu kitoblarning ichida eng mashhur bo'lgani bugungi kunimizga qadar yetib kelgani bo'lsa, Kitobut Tavhid va Sahih Ibn Huzayma nomli hadis kitobi bo'lib, Sahabe-i kiram radhiyallahu anhularning qo'llari bilan tikilgan va undan keyin tabiinlar va ularning yo'llarida mang'uchi salaf solihlarning qo'llarida sug'urilgan islom madaniyatidan iborat bo'stonliqlar hijratning 3 va 4 asrlari meva berishga boshlagan va eng parlagan vaqtlarning biridir. Mana shu asrda islom ummatining imomlaridan biri bo'lgan mashhur muhaddis Shayxul Islom Imom Ibn Huzayma o'sib etilgandir. Imom Ibn Huzayma hijratning 223-yili kunimizdagi Eron davlatining sharq shimoliga joylashgan Naysabur diyorida dunyoga kelgan. Imomning to'liq ismi Abu Bakr Muhammad ibn Ishoq ibn Huzayma bo'lib, Ibn Huzayma nomi bilan mashhurdir. Ibn Huzayma ilm ma'rifat yuksak bir pallaga chiqqan zamonda yashagan bo'lg'ach, kundalik anglaydigini va ko'ridigini Allohning ilmini o'rganish yo'lida masjidlarga va madrasalarga ilm uchun aldirash mangan kishilarning Qur'on va hadislar haqidagi paranglari edi. Bu xil kayfiyat Imom Ibn Huzaymaning qalbiga hadis ilmiga bo'lgan ishtiyoqni soldi. U mashhur muhaddis Ibn Qutaybaning yeniga berish uchun dadasidan ruxsat so'raydi. Dadasi, o'g'lim, eng avval Qur'on Karimni kamil yodlig'in, ilm o'rganguchi kishi eng avval Allohning kalomini yaxshi bilish kerak deydi. U Qur'on Karimni yodlab bo'lgandan keyin dadasi uni ilm safariga jabdib yo'lga soldi. Ana shu vaqtda u 17 yoshda edi. Bu Imom Ibn Huzaymaning eng uzun davomlashgan ilm safari bo'lib, Sham, Jazira, Misr, Bag'dod va boshqa nurg'unlagan islom mamlakatlariga bordi. Va nurg'unlagan muhaddis olimlarni ustoz tutdi. Ularning hammasi shu zamondagi eng ishonchli hadis olimlari edi. Ibn Huzayma bu islom diyorlarida uzun muddat qilib ilm o'rganish, o'rgatish va kitob yozish qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Allohning ilmi bilan sharaflangan Imom Ibn Huzayma nihoyat jur'atli bo'lib, xato gap qilgan kishi amaldor yoki vazir yoki podshoh bo'lishidan qat'iy nazar hech qo'rqmasdan haqni o'ttirib qo'yatdi. Bir kuni Ibn Huzayma davlatning eng chong arkanlaridan biri bo'lgan Amir Ismoil ibn Ahmadning huzuriga kirdi. Ondan Amir dadasidan bir hadisni rivoyat qilishga boshlaydi. Imom Ibn Huzayma u so'zlayotgan hadisda bir xatolik borligini bayqab, shu hamon raddiya qaytardi. Amirning huzuridan chiqqandan keyin shu so'ringa hozir bo'lgan qozi Abu Zar uning yoniga kelib, biz Amirning so'zlayotgan hadisida xatolik borligini burunli bilatdik. Ammo oramizdan birayimiz chiqib uningga raddiya berolmagan to'xtaydi. Ibn Huzayma uningga qarab, Rasululloh alayhisolamning muborak hadislariga bir xatolikning tushib qolganligini ko'rib turib uni tuzatmaslik bizga halol bo'lmaydi deb javob berdi. Mana bu haqiqiy ulgulik imomning misolidir. Afsuski bugungi kunimizda bu ilmning varislari deb atalıyotgan kishilar podshoh, rais, zungtunlarning oldida emas, oddiy bir tashkilotning boshliqlarining oldidami haqni so'zlay olmaydigan, ularning qilib qo'ygan xatoliklarga ko'z yumadigan bo'lib qoldi. Alloh barchamizning ahvolini isloh qilib bersin. Abu Abdullah Hakim rahimahulloh Imom Ibn Huzayma hazratlarining kitoblari haqida mundaq deydi. Ibn Huzayma islom ummatiga tavhid va fiqh, tafsir, hadis qatorliq fanlarda 140 dan ortiq kitobni yozib qoldirgandir. Shu kitoblarning ichida eng mashhur bo'lgani bugungi kunimizga qadar yetib kelgani bo'lsa, Kitobut Tavhid va Sahih Ibn Huzayma nomli hadis kitobi bo'lib, imom bu kitobda 3079 sahih hadisni to'plagan. Barcha ulamolarning maqtash va e'tirof qilishlariga erishgan, butun hayotini Rasulullohning muborak hadislarini shubhilardan saqlash uchun din xizmati bilan o'tkazgan ulug' imom Shayxul Islom, mashhur muhaddis Ibn Huzayma rahimahulloh hijratning 311-yili Naysaburda vafot bo'ldi. Alloh taolo Ibn Huzaymadan rozi bo'lsin, dunyo va oxiratda aziz qilsin.